To'xta! Sag'irron qilding. Ukang shundaymi? Voy! Nuqul mashinangizni yondan olasiz. Adam aytibdilar. Men yutdim. Tushundingizmi? Adam boshlar nima qildi? Ko'rmay qoldim. Hammasi tez bo'lib ketdi aka. Hechgacha tuzatib qo'ygan. Tushundingmi? Nima ukangga urishyapsan? Necha marta aytdim men senga? Ukangga qarab yurgin. Ada, siz bo'lmasa meni mashinamda uyga chiqavering. Mashinangizni kechgacha bitirib, o'zim uyga boraman. Sen mashinaga o'tir. Men bilan uyga ketasan. Sen mashinani bitirib, sen uyga borasan. Tushundingmi? Ada! Voy, tegma ukangga. Xo'p. Voy, bilasanmi? Neysan sarusa? Men qoraman. Xo'sh, nimaga? Chunki adamlar seni asli olganlar. Ada, qarang meningizga. Ha? Nima qilyapti yana bu aka? Hech nima, ada. Rost ukam bilan hazillashyapmi? Qaragin-de. Почему нет звука? Adajon, yaxshi o'tiribsizmi? Sizga bitta savolim bor-da. Menga juda ham qiziq. Men har doim shu kuydirib ukam yonma olasiz. Nimaga ushurasiz deysanmi o'g'lim? Bir paytlar meni ham xuddi shunaqa kuydirgi ukam bo'lardi. Qaniydi yonimda hozir tirik bo'lganida. Ukam uchun jonimni berardim. O'g'lim, jonimni. O'g'lim, ukangni urishma faqat. Bu hayotda aka-ukalar bir-biriga g'animat ekan-da. To'g'ri aytasiz, adajon. Bu zamonda aka-ukalar bir-biriga g'animat. Voy ukam, meni ko'p kuydirsang ham, aytganimni qilmasang ham, rosa jahlimni chiqarsang ham, bu hayotda boringni shukur kuydirib ukam, seni yaxshi ko'radi. Boringni shukur.